Assalomu alaykum, Jak Qo'qon va China Motors obunachilari. Bugun biz poytaxtdamiz, ya'ni China Motorsning glavniy ofisida. Xo'p, do'stlar, juda ham ko'p yangiliklar ko'p, juda ko'p elektromobillar bo'yicha. Keyin ko'pchilik mijozlar talab juda ko'p tushdi M3 bo'yicha. M3larimiz endi bundan buyog'iga kirishi qiyinlashdi. Nimaga desalar, rastamoshka sabab. Endi xudo xolasa M3 o'rniga ancha ya'ni BAV M7 modeli chiqqan. O'sha modelni bitta obzor qilaman. Ko'rib borasizlar. Endi to'g'ri 2 so'm qimmat-u, lekin puliga arziydimi yoki arzimaydimi? Shuni bir kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolasa obzorni kuzatib boringlar. Mana obzorimizda BAV M7 modeli. Xo'p, BAV M7 modeli motori 2 litr atmosferniy injektor motor. Tayyor bunga metan ham tushadi. 80 talik, 100 talik metanni qo'yib olib bossangiz bo'ladi gazni. Hop, pоворотниклар o'sha lupali ko'zlar, ближний tumankalari bor. Plus luxury pozitsiya, ya'ni luxury pozitsiyasi bilan bir xil mashina. Buni yon tarafi, ya'ni baloniga keladigan bo'lsa, baloni 215 65 R16 quyma diskali ABS bor, lekin bunda опорный disk emas orqasi. Ko'rsatib o'taman. Mana. Baraban. опорный disk emas, lekin ABS bor. Orqa resor, oldi amortizator. Juda uzun. Hop, orqa qismiga keladigan bo'lsa, orqa qismi o'ziga xos chiroqlari va o'zining logolari. Hop, orqa qismiga keladigan bo'lsak, mana ichkaridan ko'rsatib o'taman salonini. Kapitanskiy sideniya, faqat velour salon. Luxury pozitsiyada koja salon bo'ladi. Bunda esa velour salon, lekin o'sha sideniyalar, o'sha joylashuv. Hop, bu modelimiz 9 kishilik. O'zini konditsioner deflektorlari har bitta odamga qo'yilgan. Orqasida ko'rib turganlarga unchalik joyi yo'q, ya'ni bagaj qismi ozroq. Hop, uchun mana yopadigan joylari, karmashkalar albatta o'sha yerga qaragansiz. Va orqa qismida zadniy kameralar va albatta parktroniklar bor. Hop, ichki qismi, ya'ni yon qismidan keladigan bo'lsak, o'sha ko'rib turganlaringdek faqat o'sha sideniyalar, faqat velour salon, ya'ni material salon bo'ladi. Nari luxury pozitsiyasida koja salon bo'ladi. Lekin o'sha deflektor upravleniyalari, hamma karmashkalari, USB portlari bir xil joylashgan. Xo'p, yana bitta farqli tarafi bunda bokovoy обогреватель yo'q ekan. Va mana apshka qismiga keladigan bo'lsa, o'sha apshka, o'sha pishalka, o'sha kolonka, o'sha karmashka va stiklopodъемниклari bor. O'sha luxury pozitsiya bilan bir xil va kojasi ham bor. Va torpedaga keladigan bo'lsak, plastmassa, aquaprint, plastmassa, bardochoklari bor. Mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, 5 pog'onali mexanika korobka, ya'ni 5 pog'onali uzatma qutisi, ruchnoglari va albatta bari bor. Asosiysi va USB port bilan перекрутер, ya'ni 12 voltli. Va asosiysi konditsioner, pechka upravleniya va deflektor upravleniyalari bor. Va asosiysi shom datchi ham bor. O'zi avtomatik mashinani tunnelga kirsangiz, ya'ni qorong'ulashsa, bu avtomatik danni blижнийlarni yoqadi. Blижнийгini yoqadi, dannisini nima. Hop. Shofer taraf. O'sha apshga aytib o'tganimdek, faqat bokovoy управление va blokirovka, ya'ni детский blokirovkasi bor, stiklopodъемник, hop, qulflab qo'yish, ya'ni stikloni qulflab qo'yish knopkasi ham bor. O'sha karmashkalar, kolonkalar va mashinaning ichiga hop ko'rib turganlaringdek luxury pozitsiyadan farq qiladi tablolari ham. Ili monitori ham sal kichkinaroq bo'lar ekan. Bunga qaraganda, xo'p. Yana nimalari bor? Hop, multi upravleniya bunda bor. Endi bu mexanika korobka bo'lmaganligi uchun cruise kontrollari yo'q. O'sha gitaralari, yana nimalari bor? Chiroqlari, salon chirog'i. Hop. Ko'rib turibsizlar. Va pultlari ajoyib
Chiroyli pult ekan. Cobalt dizayn. Chiroyli pultlar. Xo'p, do'stlar, obzorimiz, ya'ni BAV M7 ga qisqacha obzor. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, o'zi men narxini boshida aytib o'tishim kerak edi. Ming bor uzr. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi $25,500. Endi albatta tushib beramiz narxlarni. Endi chiroyli qilib bonuslarni qilib beraman. Xudo xolasa kelsalaring, mana shu videomizni ko'rsalaring, yaxshi bir layklardan, podpiskalardan bosib qo'ysalaring, mehnatimizni nima deydi? Mehnatimizni yaxshi baholagan bo'lasizlar. Ya'ni biz shuncha mehnat qilib olayotganimiz behudadan behudaga bo'lmaydi. Do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa keyingi obzorlarimiz Glavniy ofisdagi seri hamma mashinalar bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berib o'taman do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi obzorda uchrashib qolamiz.